odamni yuragi yarimta bo'lib qolibdi degan gap to'g'rimi o'zi? Shunaqa bo'lishi mumkinmi? Endi xalqda shunaqa deb bir gap bor, yarimta bo'lib qolibdi degan. Endi bundan nima tushuniladi? Stress, o'tkir stressdan kelgan yoki o'tkir virus ta'siri yoki mana Coviddan keyin bo'ldi bunaqa ko'p hodisalar yoki intoksikatsiya, zaharlanish, alkogol bilan qattiq kuchli zaharlanish, har xil shu modda, har xil faktorlarning tagida kardiomiopatiya rivojlanadi. Ya'ni bu degani yurakni qisqarish kuchi juda zaiflashib ketadi. Xuddi odam xuddi katta o'tkir infarkt kechirganday bir ahvol bo'ladi. Tekshirsangiz qon tomirlari toza chiqadi. Ana shu anamnezimiz shungacha, shu hodisagacha bo'lgan voqealarni qarab chiqadigan bo'lsangiz, yo bu juda kuchli bir stress o'tgan bo'ladi, qattiq bir odam nimadir bilan ta'sirlangan bo'lishi mumkin, yoki bu qattiq gripp, Covid bo'lishi mumkin, yoki o'sha boya aytganimdek zaharlanish, yoki alkogol, yoki hozir mana juda ko'p anaqa ham bo'lyapti. Populyarniy taurin asosida bo'lgan napitkalar, energetiklar deymiz. Agar ular ham juda katta dozada, juda o'tkir berilsa, ular ham mana shunaqa effekt berishi mumkin. Hammasida kelib natijasi kardiomiopatiya deymiz. Yurakni o'tkir yetishmovchilikka kirib qolishi, yurakni qisqarish kuchi reski tushib ketadi, yurak o'zi kengayib ketadi va bu hattoki o'limga olib kelishi mumkin bo'lgan holat. Lekin vaqtida bu aniqlansa, agar lecheniyasi qilinadigan bo'lsa, buni yaxshi tarafga o'zgarib tiklan ketish hollari ham juda ko'p.